Assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar? Ancha bo'ldi, nima deydi, videolarni chiqarmadik. Menda ham bo'ladigan vaqt bo'lmayapti, to'g'risi. Xudo xolasa videolarni ko'p chiqarishga harakat qilamiz. Har sonda shunaqa deyman, videolarni ko'p chiqarishga harakat qilamiz. Yo'q, xudo xolasa chiqaramiz. Mehmonlar bor, nasib qilsa, keyingi sonlarda mehmonlarni chaqiramiz nasib qilsa. Hammaga assalomu alaykum. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Trading reaksiyani navbatdagi soni, navbatdagi soni. Go, paq. Ha. Qani. Uyga deb yig'ib qo'ygan pulim qara 14 ming minus qilgan. $600 15 ming почти. Qochib ketyapti. Trader. Ukraina ishlaymi? Lekin minusdan hisobga chiqyapman-da. Telefoningiz o'zgarib qo'yapmi? Qani 16. 16 ni sotib 13 qilodimi? Ha. 13 sotib, hozir mashinaga qoldi. Trade qilaman deb shunaqa bo'lyapti-da. Traderchilar emas shunaqaniki. Yo'q, hali ularning traderlari shotida katta pul borlar bor. Ya'ni biz katta pul bor deb ketdi. Hozir endi aka qarang. Ha. Endi buni ham sotib turing. Bitta risk sey. Libos qolib ketdi. Kastil bo'lsa bilasizki. Bittasiga Nima dedi? Kimni? Bitta yarimtasini olib turamiz telefon deydi. yo'q, bitta o'qitmadik. Mayli. Baxt sochilib bo'lyapti o'zi. Nima bo'lyapti? Vodiydanmi deydi? Ha. Zerikib ketdim, to'g'risini ko'rgim kelmayapti o'zi. So'raman. Next, skip. O ana. Nima edi u? M12. Sniper nima edi? Enter. Sniper entry. Welcome to Biz ham qachon bir mashina qilamiz, sniperlardan. Ha, kerak. Qarang, zo'r shaptil ekan. Sniper emas. Welcome to trading demo. O bile sever watt уже. Yo'q, fantastik bo'lib ketdi. Ya tushadi. Tamtam baylaydi. Voy. Hech bir o'tib ketdi. Bozorga chizib beryaptimi? Terazanda. Yoki o'tib ketgan narsadan ko'rsatib beryapti. O, qani sizniki? Malikam endi. Mashina bitta kesib. Yo'q, bizda malika yo'q. Menda bor. Endi siz uylangan odamsiz. Yoki boshqasini aytyapsiz. Ya bu jarlarni kesib oling. Men uylanmaganman. Ha? Voy yo'q, Men uylanmaganman. Kesmaymiz. Mana shu joyini ikkita kesib. Mana. Boshlang'ich treyderlar yaxshi signallardan ham zararda chiqishadi. Kelinglar sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi noto'g'ri entry qilish. Ko'pchilik zona berilgandan keyin zonaga endi kirishi bilan full marjada riskga olishadi. Bu narsa xato. Agar sizni balansingiz kichkina bo'lsa va zona kattaroq bo'lsa, zonani oxiriga kelguncha уже siz slip bo'lib olasiz. Shuning uchun men sizlarga berilgan zonaga piramida shaklida kirishinglarni maslahat beraman. Misol uchun zonaga endi kirgan paytda 2 ta zelka ochasiz, yana 10 pips yurgandan keyin 4 ta zelka ochasiz, undan keyin 8 ta mashina qilib. Martingelmi shunda? Shunda siz riskingiz to'g'ri taqsimlanadi va zonaning ichida 20 pips yuraversa ham siz уже plyusda bo'lasiz. Ikkinchisi, signal yozilgan vaqtga e'tibor bermaslik. Hali tajribasi bo'lmagan treyderlar zonani kech ko'rganligi uchun o'sha ishlavergan zonalarga entry qilib qo'yishadi. Shuning uchun signal tashalgan vaqtga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Agar Chaqirganmiz, Liza keladi. Ayoy. Ha, Liza. Men inson xotirib o'tirdim. Keladi. Yamanni davolasa bo'ladi. Jinni davolasa bo'ladi, jinni olaga otishda bo'ladi. Trader dor. Sigaretdan, aroqdan kasallanganlar, bular hammasini davolasa. Davolab bo'lmaydi. Trader dor. To'g'ri lekin. Traderda odam qolma. Odam qo'ying. To'xtab qolma. Tradingga kirib rostdan qaytib chiqib ketgan odamni Narkomaniyaga o'xshaydi, ha? ko'rmaganman men. Bu xuddi Xbetga o'xshaydi, boshlaymi? Adinex bu qatta bu qatta. Mana Xbet. O. Mana shu bratam yomon-da, vodiyda.
Ketdimi? Qarayapmi Silip? Hoppa! Qarang. Bozor kutgan ekanda buni silib bo'ldi bechara. Yomon tashaverdi. Chunki narx mani katta lotim tomonga qarab ketaveradi. Men Ular lekin tirnoq narxini 001 bilan aytganingiz yo'q hozir deb men sizga masalani yetkazmoqchiman-da. Men bitta kasalman. Paxota realistimam chiqyapti buni. Ferzalik. Agar nima bo'lsa, Birzalik kim? Ferzalik. To'g'ri, 3 kundan beri o'ynatyapman-da. Bozor o'ynatyapman 001 lot bilan deydi. Kulmanglar deydi. Katta lotim tomonga qarab ketaveradi. Katta lot. 001. Buni men tashlaganman. Men ham tashladim buni. Sekin tek profit oldi, ha? Bajara qarang. Bildirmayapti, lekin xursand ichida. Bo'lgan. Stop olsa nima qilasiz? Stop bo'lsa, ozgincha qilsam kerak. Baba, ana hech kim hech narsa qilmaydi. Men o'rganib ketganman, stoplarga deydi-yu, lekin stop olganda baribir ko'ngil bir chetdan o'tib qo'yadi. Men shu bezbetlashga ketyapman. Trading reaksiya deb ochib qo'yganmiz, reaksiya yo'q menda. 99 ta problema. 1400 minus. Ana. Signal berdi. O'zi minus o'tiribdi becharan. 100 ta problema bo'ldi. Ha, baliq juda ahmoq. O'ziga foydada-ku. Menimcha-da. Foydada. Yetdi. Endi pastida nima bo'lgan, buni bilmaymiz. Content-ku. Uxladi, javob. Allah razı olsun. Gap bilan ochildi. Ertasiga. Shundan ham boy oldi. Voy bu. Trendga qarshi chiqmaylar, o'sha gap. Trendga qarshi chiqmaylar. Bizda hammasini ko'rib turibmiz. Lekin boyib ketish imkoni ham faqat tillada va silib bo'lib ketish imkoniyati ham katta ehtimol tillada. Da? To'g'rimi? Yo'q, menimcha qo'shilmayman. Ya, ko'proq nisbatan tillada, chunki tez harakatlanadi. Endi boyib ketish bu. Mana Yo'q. Ko'proq pul topish imkoniyati ham tillada. Bittada minus qilish imkoniyati. Volatilность bo'lgani uchun. Da. Shu uchun pulim yo'q. Shunchaki TBC bankdan tafsillarsiz kredit rasmiylashtiring va javobini Buni ko'rdim. TBC reklama qiladi. Nima qilmaysiz ana birinchi video, buni tepasidagi. Mana buni nima qilmaysiz? Qo'ying. Ya, bo'l, chaqiringiz. Ye. Man. Demo ku bu adashmasa. Qisqasi nima? STD. Uzun so'rasangizdan foydasi yo'q deng qiziq endi. Bozor kechirmaydi. Bozordagi xatolar pul bilan to'laysiz. Voy, mana shu chiqadi. Voy. Qaytib ketadimi? Hayot go'zal bo'lib ketdi-da, bitdi-da. Bechara. Ana atrof muhit ko'zingizga rangli ko'rinishni boshlaydi. 5 lot ochib yuboribdi-da. Nasib shunday bo'lib qoladi. 5 lot ochib yuboribdi-da bu ham. Menda shunaqa bo'ldi lekin ana kuni. Qachon? Shunaqa bo'larmikin dedim, menikini olib ketdi yana. 1-2 yurgan payti. NFP chiqdi. Yopmagandim. Juma kuni. Aha. NFP borligini bilmayman esimda. Ochib qo'yganman. Nima tilladam? Yo'q, Audi yema. Oqib ketdi, adashmasam. Oqdi. Men kirom yo'q. Tepaga ketdi, shu yonma asabim buzdi-da, hozir ketsa uxlayman deb turdim. Bitta oqdi pastga. Yo'qda lekin. Tek profit topib turibdi-da. Lekin tek profit surishga ulgurmadim. Chunki yana shuncha yuraverdi-da. Nerealni yoqdi lekin. Maqmoqchi bu hintlar adashmasam. Robot. Eski robot. Voy. Ketdi. Mana shu bitta robot topaylik, onasini emsin, $50 qilib turib bosib olamiz. Ha? Bitta topasiz, bitta yo'q qilasiz. Mayli, bitta topib olaylik. Sekin yo'q qilamiz. Bir kay qilib olaylik. Boyagi robotlar shunaqa qiladi. U tormoz yo'qda bitta joyga borib uradi, tamom. Nan qarasangiz-chi. Qarang, necha qanaqa qilyapti. Shunda 10 minut ham ketmadi hozir. 1 minut ham ketmayapti. Minutiga qarang. 0.3 lut. 27 tani qarang. 28. Yo'q, 8 35 bo'lib ketdi. Mana nima ekan?
$100 bilan shunaqa tashab. O'sha aytolman, ne shunaqa qilaylik bir. Bozorda pul ham bermaydi uni. Broker Bersam, bermaydi. Beradi. So'raymiz. Iltimos, Exines bera qoldim. Exines yetgancha meni Kapital bankim bloklab qo'ydi. Kapital bankni ham blokladim. Lekin Ipak yo'lini ochdi. Ha, Ipak yo'li ochildi. Men bu videoni qachon ko'rasizlar? Nega ochilmayapti deb anaqaga yozdim. Supportga yozgandim. Aytdi, Kapital bankdan bitta pul tashlab, keyin yana ochaveramiz deyapti. Lekin hali pul tashlamadim. Aktivasiya qilish kerak unda. Tipa yengilmas bo'ladi, tushundinglarmi? Yo'q, bu yengil. Yo'q. Ha. Ana Yengil bo'y og'riqqa chidab ketiraman deyapti. Yengilmasda shunda. To'g'ri. Ungacha lekin kim bizani ko'rayotgan bo'lsa, kim o'zi o'rganib zo'r natija qilgan, yozib ketinglar. Qiyin lekin. Ustozsiz qiyin. Qani, o'zim $3 topgan. في هوية تمجيدي بشكل عام مقدمة السيارة Menda bir shunaqa bo'lgan. 5 yil oldin men Efariyat nima deydi uni? Qabish olaman, bu. Ya, menda shunaqa bo'lgan. Lekin zo'r, u payt zo'r ketyapti, bor-ku. MFFlar bor. 10 minglik shot olingan. Endi yechaman deganda uxlab ketgan. Real shot u paytlari MFF 30 kun ichida o'tish kerak bo'lardi imtihonni. O'sha 30 kun yetkazmasdan o'tib, bozor zo'r bo'lgan, bor, qaynagan. Bozorni siz yurg'izganmisiz? Bozor biz yurgizganmiz, rostdan. Katta lotizga qarab yurg'izgansiz. Katta lot ochgandim, o'sha tarafga qarab yurardi. Ana. Mana ishida stop malik ketdidan MFF emas. Mana shunaqa qilaylik NFPda. NFPda. Qilaylik. Onasi endi qarang 20 lot ochgan. 5 ming bo'lsa kerak shu. Mana tek profit oladi hozir. Olmasdan qayt. Oladi, 100 talik oladi. 100 ga qo'ygan ekan. Ha, yaramas. Olmasa. Ya, oladi. Ol. Hey, qaytib ketdi. Yo'q, video boshidan boshlandi. Video boshidan boshlandi. Demak, yopishga ulgurmagan. Demak, ancha yurdi-yu pastga o'sha kuni. Ha, yurdi. U oldi menimcha tek profit. Challenge failed, payout approved. Bo'lmagan motivatsiya, naq qilmaylar. 10 marta o'xshamadi, 11-marta qilish xato. No, meni fikrimcha. Bilmasak. Ya'ni qilib o'tganlar bo'lsa, o'shanaqa bo'lsa-da, aytinglar. To'g'rilash kerak-da baribir. Biz ham xato to'g'rilash kerak. Bitta narsani qilib boshqacharoq qilib o'zgartirish kerak-da. Strategiyani birovni o'zgartirish kerak. Naq qilmaydi. 5 yil nima ishlab ko'p sotib. O'rgimchak odam yovuzga qarab uloqdi. Rostdan haqiqiy hayotda bo'lganda ko'p olganda 5 yil ishlamagan. O'rgimchak odam kelib turib yovuz odamga uloqtirgan. Qilyotishini qarang. Endi bitta o'zi ham anaqaga qo'ygan bo'lsa, kreditga qo'ygan bo'lsa, voy. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Nimalar bor? Kayf qilib kino ko'radi. Payt trading barcha pulni silib qilgan esnach. Tirjayib o'tirdi, ko'ziga yosh to'lib qoldi. Hammasi bo'ldi. Qarang, tirjayib o'tirdi. Bir narsaga kelib qoldim. Ko'zlari yoshlanib ketdi. Ya, menda ham shunaqa bo'lgan lekin. 14 ming minus qilgan, haligacha esdan chiqmaydi. 14 minus qilganman-da. Sizda kirib chiqadimi? Kirib chiqqan 2 kun. Anaqa Breaking Bad ko'ryapti-da, ya'ni o'sha mashaqqatlar sari degan serialda, agar bilsanglar, komment yozib ketinglar. O'shani ko'rib o'tiribman, bir 3 tami 4 ta seriya ko'rganman, hech narsa tushunmaganman. Voy, umuman ta'sir qilmaydi kino. Prosta kinoga qarab o'tirasiz, xayolingizda minus qilganingiz. Emotsiya yopsam bo'lardi-yu. Qayerda xato qildim? Siz faqat meni sevasiz, to'g'rimi? Voy, nima bu? Achkin taqvoli ko'rmayapti. Короче, 0.03 lotdan lotdan kerildi. 90 pipsga unaqa vahima qilib tashamaymiz. Xo'p, lekin lotni ham hisobga olish kerak-da, jigarim. Stop loss'i yo'q. Do'sting deyapti. 3.5 da. Anaqa stop loss qo'ymaydigan o'rtog'ing deyapti senga soat 3:49 da, ya'ni tongi ertalab 3:49 da hammasi uchun rahmat deb yozyapti-da, tipa tushundingizmi?
Silif bo'lib ketib bo'lgan. Yo'q. Nima bo'lgan? Teskarisi katta pul topib yuborgan. Voy. Ha. Teskarisi bo'lgan. O'rtog'ini oldiga yugurib ketyapti bu. Ha.